Demak, yalpizli sutlarni faqatgina o'sha bezbet uchun buyurasizmi? Yo'q. O'sha mijoz uchun buyurasizmi? Ha, to'g'ri. Men doim ushbu sutni u sok uchun buyurtma qildiraman. Ishonish qiyin. Nega endi yo'q? Mana misol uchun, talab bo'lsa, taklif ham bo'ladi. Buni aytmayapman. Unda nima? Qanday qilib bir kunda faqatgina bitta odam yalpizli sut sotib oladi? Avval juda ham ko'p buyurtma qildirardim. Lekin hech kim sotib olmagandan amal qilish muddati tugab qoldi. Yalpizli sut judayam mazali. Bu yerdagilar nimadan quruq qolishayotganini bilishmaydi. Ammo siz yaxshi ekansiz. Faqat bitta mijoz uchun yalpizli sut buyurtma qilasiz. Rostdanmi? Men mehribonman. Ha. Lekin endi ko'proq buyurtma qildirishim kerak. Senga ham yoqar ekan-ku. Aytgancha, qanday qilib bu narsani ichishing mumkin? Yomon emas. Bu judayam mazali. Kuniga 3 marta tishingni tozalaysan, to'g'rimi? Tish pastasini ta'mi ham senga yoqadimi? Tish pasta? Tish pastasini ham ko'proq buyurtma qildiraman endi. Qo'y. Hazillashyapman, hazil. Yoqimtoyligingni qara. Baribir hech kim tish pastani do'kondan sotib olmaydi. U supermarketda arzonroq. Endi ishga ketishim kerak. Do'kondagi muhabbat ovoz berishda Anora va Ilhom ishtirok etmoqda. Kim Donhyun, Chon Subin, Bon Jaehyun, Chon Usok. Do'kondagi muhabbat. O'z yigitingni tanla. Ikkinchi qism. Rahmat. Bu yerda nima qilyapsan yolg'iz? Narsalarni joylashtirayotgandim. O'zingchi? Nima? Kassadagi pulni hisoblashni unutgan ekanman. Ha. To'g'ri, biroz qo'polman, lekin mas'uliyat nimaligini bilaman. Hali hamgina saqlab yuribsanmi? Bilmasam. Axir qo'pol odamman-ku. Seni kechira olarmikinman? Rahmatimni qaytarib oldim. Mayli. Menga farqi yo'q. Nima? BC25 ga xush kelibsiz. Bu yerdan yaxshi hid kelyapti. U yalpizli sutga kelgan bo'lsa kerak. Jin ursin. Oy, Sojin. Oy, Sojin, nima bo'ldi, Sojin? Nima bo'ldi? Qani gapir. Mana bu amaki. U senga nima qildi? Amaki. Oy, yigit. Nima? Men o'g'lim seni deb yig'lashni boshladi. Men hech narsa qilganim yo'q. Ko'rinishdan tuppa-tuzuk odamga o'xshaysan, lekin yosh bolaga hujum qilishingni qara. Unday bo'lgani yo'q. Meni aybim emas bu. Seni aybing emas. Nimalar deyapsan? Qo'y. Sojinni o'zi aybdormi? Meni o'g'limni aybdor deyapsanmi? Janob, tinchlanib oling, iltimos. Tinchlan deb menga aytyapsanmi? Bu kimning aybi unda? Bola? Menimcha siz noto'g'ri tushunyapsiz. Tushunmovchilik? Xo'p, mayli unda.
Politsiyani o'zi buni hal qiladi. Politsiyani chaqiramizda hammasini tekshirtiramiz. Yosh bolaga qo'pollik qilishini qarang buni. Janob, Berkinyapsanmi? birinchi kameralarni tekshirib ko'rsakchi. Nima bo'lganini bilib olardik. Xo'p, mayli. Avval kameradagi yozuvni ko'ramiz. Lekin u yerda nimadir bo'lsa, nimanidir ko'rsak, hammasiga javob Ha, berasizlar. janob. Javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. Bu yigit juda yaxshiligini bilaman. Meni kechiring, iltimos. Biroz qizishib ketibman. Iltimos meni kechiring. Shunchaki biram baland ekansiz, tag'im qora kiyinib olgansiz. So'jin, amakingdan uzr so'ra. Senga buni olib bergim kelgandi. Meni kechir. Hammasi yaxshimi? Xayr. Xo'sh, bugun nima yeymiz? Yaxshimisiz? Ha? Bolalarga juda xush muomalalingizni ko'rdim. Lekin nega menga emas? Bolalar axir yoqimtoy-ku. Aytgancha qayerda turasiz? Shevangiz tanishdik. Qachon men Sheva bilan gapirdim o'zi. Hech qisi yo'q. Keyingi kun. Mana. Va mal Hammasi bo'lib 6 won. Qutiga solib beraymi? yo'q, rahmat. Xaridingiz uchun rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bu senga. Buni menga beryapsizmi? Nima? Shu qo'pol yigit menga yolg'izlik sut beryaptimi? Bu xuddi hayotining bir qismini berayotganga o'xshaydi. Bu aniq yashin chiroq. Shoshma. Bu yolg'izlik chiroqmikan? U yerda birini olsang, ikkinchisi sovg'a deb yozib qo'yilibdi. Ha, Undan tashqari agar ikkitasini olganimda 20 wonga idish ham sotib olishga majbur bo'lardim. ha. 20 wonmi? 20 won tejash uchun buni menga beryapsizmi? Agar pul tejashni xohlasangiz, chekishni tashlang. Tushunmayman, nega odamlar bunday zararli narsalarni sotib olishadi? Agar hamma pulingni tejaganingda mashina sotib olgan bo'larding. Aytgancha. Nima? Kechagi yordaming uchun katta rahmat. Arzimagan narsa-ku. Va yana Yana? menga ham xuddi senga yoqadigan narsalar yoqadi, Joa. U ismimni qayerdan biladi? Menga bunday gapira oladi deb o'ylamagandim. Buni yoqtirishimni qayerdan bildi? Ikkita sotib oldimi? Bitta, yana bitta. Bu nimasi bo'ldi endi? Yoqimtoy qiz. Nima? Birga bir qo'shamiz yoqimtoy, 2 ga 2 yoqimtoy, 3 ga 3 yoqimtoy, 4 ga 4 yoqimtoy, Qo'y, bas qil. 5 ga 5 yoqim. Mayli, to'xtataman. Iltimos. Menga kecha bu yerda bo'lgan voqea haqida aytib berishgandi. Hammasi joyida. Men ham yaxshiman. Qanday yaxshi. Ha, aytgancha, soatiga nech pul topasan? Nega to'satdan buni so'rayapsan? Seni bir necha soatga o'g'irlab ketgim kelyapti. Nima? 하루가 널 힘들게 했다는 이유 너의 날씨 Do'kondagi muhabbat ikkinchi qism ham tugadi. Ovoz berishda Anora va Ilhom ishtirok etdi. Davomini tez kunda birga tomosha qilamiz. Uchrashguncha xayr. 보내 우리의 거리는 몇 센치가